Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Dünyanın her qaysı çaylardaki Uygurçunu anlap düşünen qarindaşlar. Bugün biz Pidayla ikranıda e, o da 12 san Kur'an'da Nezer programında yüz görüşüp o heyettinkin o bugün bu 13. san bulurken Düşenbe günü, Seyşembe günü bulduğum programını Düşenbe'ye aldık. Hemmenlarınki heyet münasebeti bilen barlık kardeşlarınki Ruzu heyetini tebriklaymiz. Kadirlik ustazımız Kirem Zahir Efendi kandak ahvalınız yaxşı mı? Aleykümselam ve rahmetullah. Yaxşı Allah'a şükür. Heyetler mübarek olsun. London'da heyetini katlı oynattırlı maşallah. Birgi olsun. İstanbul'da herhalde yaxşı ötdü heyetimiz elhamdülillah. Bir aylık Ramazan'ı yaxşı ata kılıp bütün dünyadaki Müslümanlar bu bayramını birlikte ötküzüp yine bir iş çıkıp kettik İstanbul'da. Hem bu 13. sanda bizge Kur'an'dan nazar yani Kur'an-ı Kerim boyunca yani düşman degan nima zadi? Allah kimlarni düşman deb qaraydi. Biz qanday qarashimiz kerak? Bu to'g'rida Qur'oni Karimda belgilamalar bormi? Yoki bo'lmasa biz o'zimiz xohlagan, o'zimizning fikriga o'xshagan odamlarni shu dushman deb ko'ramdik. Bu to'g'riliq bizga bir so'zlab bergan bo'lsalar, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Assalamu alaikum dünyanın her qaysı yerlerdeki hürmetli qarindaşlar. Hammalarınız şu vaqt xayrlik olsun ve barlık qarindaşlarınki ötüp etken roza eytiga mübarek olsun. Aleykümselam. Bu mevzu aslında Kur'an-ı Kerim'e asasen düşmanına doğru tonuş diyen mevzu. Ama ayda biraz halkımız biraz kandak bir düşman devatığında biraz öz kalla işletsundan oturup baştakla düşman da bezip koyuptu adette. Yani bu yerde düşman aslında Kur'an-ı Kerim boyunca üç türlük hesaplanıyordu. Birincisi Allah'ın düşmanı. Adu Allah'daydı. Allah'ın düşmanı diyen Allah'ınki dinine işenmegen, Allah'ın buyrukları karşı çıkan, onu uğrundaştın başlatkan, Allah'ınki kitaplarını özgertken, Allah'ın dinine başka neslerini arlaştırışıp tırışkan, ya ki Allah'ın dinindeki neslerini, buyruklarını, ehkamlarını tuluq yetkizmegen, Yuşuğan yani. Bu insanlarını Allah Teala bu Allah'ın düşmanları deydendi. Şu kadarda İblis'in özümü Allah Teala'nınki Adem'e hürmet kıl diyen buyrukka itaat kılmaganlık için bunu Allah Teala düşman dep özüge düşman dep atıgan. Bu hem de Allah bilen insanın oturusuk boğan düşmanlıkka karta Allah Teala onun cezasını kıyamet günü verdi. Biz Allah'ın düşmanları dep Allah Teala'ya işenmegen, Allah'ın dinine işenmegen, o dinini tahrip kılan yak olmaydı, dinin buyruklarını icra kılmagan, onu yuşuğan bundak insanlığa biz ceza vermeyimiz bu dünyada. Bunun cezasını Allah Teala verdi. İkincisi, insanlıki, özündeki, vücudundaki düşman. Bunu Allah Teala şeytan deydi. Şeytan bu yerde Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de iki türlük isim bel ataydı. Bu doğruluk hemen cik ayet var. Yukarı Allah'ın düşmanları diyen kartta cik ayet boğalık için ben onu hiç kandak kertmedim çünkü Kur'an'da tuşturdu o. Halıgan Adem tapalaydı. İnsandaki özündeki şahsi düşmanı karta Allah Teala iki xil näsini bayan kılgan. Onda Allah Teala Kur'an-ı Kerim'deki ahirki suresi de
minel cinneti ven nas. Yani kul a'udu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yüvesvisu fi sudurin nas, minel cinneti ven nas degan şu kelim bilen ahirki kelim bilen hulaslagan. Bu yerde insan azdırılgan düşmanlar iki türlük boludu. Birisi insanın vücududaki nefsinin özüne bayan kıldı Allah Teala. Nefs şeytanı. Yani bir nersini çıraylık göstergen, bir nersini heves kıldırdıgan, bir nersini arzu kıldırdıgan, muşundak bir arzu, yani insanın vücududaki his tuygunu, bunu nefs şeytan deydi Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de hazırki ayetinin mezmununda aşık çıkıdı. İkinci birisi insandaki etrafındaki insan arlaşılan başka insanlar. Azgın insanlar yani. Azgın insanlığa egeçse onu hem azdırdıqanlığı doğruluk, bu mu öz insana insani düşman qatarda bunu bayan kıldı. Bunun Allah Teala egeçmeslik hakkında bayan kıldı. Onunla başka bir köreş kılış yolu yok. Fakat onu egeçmeslik, onu yakınlaşmaslık, yakınlaşmagan takdirde yani özündeki nefs hayışıga egeçmegen ve başka etrafındaki yaman adamlık egeçmegen vaxtıda bu Allah Teala'nın panahlıkı yakın bolduğanlığı hakkında şu Kul a'uzu bi rabbin nas'ta şunu bayan kıldı. Yani şeytan bu noktunu etken vaxtıda iki türlük bolup denge, birisi insanın nefs şeytan, ikincisi azgın, yani şeytan diyen sözünün özü azgın diyen gep, azgın insanlığı ergişiyor ezişten ibaret bu iki nesini bildirdi. Bunu Allah Teala düşman deydi insan karta. Hem de biz hazır mayada bayan kılmak çoğunumuz asas şu ikisinden bayan kıldık kısaca. Mayada bayan kıldığımız hazır bir halkniki, bir devletniki, bir milletniki düşmanı kandak boludu. Bunun özüne öz tefsir olarak toxtulumuz. Bu vaxtda Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Sure Bekar'niki 190. ayetinde ve qatilu fi sabilillahillezine yuqatilunakum ve la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tedin. Yani ikinci ayetin özüde Sure Bekar'ın 193. ayetinde ve qatiluhum hatta la tekune fitnetun ve yekune dinu lillah fe in tehav fe la udvana illa ala zalimin. Üçüncü ayetin özüde Sure Bekar'ın 191. ayetinde وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ سَقِبْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَاِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ diye üç ayetinin özde Kur'an-ı Kerim'deki umumi özü Kur'an-ı Kerim'deki şu bir cemaat, bir millet gibi olan düşmanını biz nimqa vaxtida, izdigan vaqtimizda üç türlük şekilde bayan kılgan Allah Teala. Bu neymi diye vaxtida ama şun düşman degen, düşmandaki birinci türü nahak bir halkniki tuprağına besip kirgen, tecavüz kılıp kirgen bir tarafının özüne tecavüzcü, müstemlikçi. Yani bu düşman diyen gep aslında tecavüzcü diyen gep hem de. Tecavüzcü. Hem de bu nahak tecavüz kılıp kirgen insanların özüne onu düşman dep qargan birinci ayetin mezmununda. İkinci ayetin özde nahak yani kirip yani özüne hakkı bulmaga ya kirip o yani besip algan insanların özüne. Yani bir kısım düşmanlar var misal urup özü vayron qilib chiqib ketadigan. Bu mu düşman? İkincisi kirvelip o yerge çık etmeydiğin düşman. Üçüncüsü yok diye vaxtda üçüncüsü kirgenden keyin yani ikincisi kirgenden keyin o kirip çık etmey halkının özünü undaq zulm qılmay qıldıgan mundaq düşman dep atadı. Üçüncüsü kirgenden keyin o besivağanın sırtında o milletke zulm qılıp
u yerni o'zi qo'g'lab chiqarib mundaq qilgan dushmanlarni ko'rsatdi Alloh taolo. Shu payg'ambar alayhissalomning shu Makkadan chiqarayotgan dushmanlarga qarta shu 3 turli Qur'oni Karimda shunday bayon qiliq ekan. Shuning hammasini Alloh taolo nima deydi? Dushman deydi endi. Bir millatniki yerga tajovuz qilib, vayron qilib chiqib ketganning o'zini dushman deymiz. Kirib besib olganni dushman deymiz. Kirib besib olib, uning zulm qilganning o'zini, uni texmbek o'zi dushman deymiz degan gap endi. Mushu nuqtada aytgan vaqtida, ya'ni Qur'oni Karimda bu dushmanning o'zi endi aniq qarshi zodi bir taraf qartiladi degan vaqtida hech bir zaman Alloh taolo Qur'oni Karimga asosan bir millat yoki bir din yoki bir o'zi rangdagi insonlarni dushman deb belgilamagan. Nima uchun degan vaqtida dushman tajovuzchi, ya'ni har tarafdan zulm qilgan, boshqalarga zulm akagan, tajovuz qilish orqali bundaq insonlarni ko'rsatgan bo'lg'achqa qaysi rangdagi, qaysi dindagi, qaysi o'zi mazhabdagi insonlar bo'lishdan qat'iy nazar, yana bir o'zi xalqniki yerga besib kirgan, uning zulm qilgan insonlarning o'zini nima deymiz degan vaqtda uni Alloh taolo dushman deymiz. Mana shu dushmanlarga qarshi kurash qilish, shu besib olingan, tajovuzga uchirgan, zulmga uchirgan bu xalqniki haqqi, huquqi va majburiyati deb Alloh taolo bu yerda shunday amr berdiki, sizlar o'zi vaqtuluhum min haysu saqibtumuhum va akhrijuhum min haysu akhrajukum degan mush oyatning o'zimi sizlarni vatninglardan chiqarayotganga o'xshash, ularni vatninglardan chiqarayotganlar. Ya'ni buni texa o'z millatiniki, nemisniki vaqtida deyilgan so'z, endi bir arab millati yana bir arab millatining o'zini chiqarayotgan vaqtida tushgan oyat. Va lekin bizga o'xshash ham millat kelgancha desa, boshqa bir millat kelib, bizniki vatnimiz kelib, undaq besib olgan bo'lsa, buni chiqarib o'tish texmbek o'zi bizni gardimizga bir farz degan gap. Ma'u ikkinchi nima oyatning o'zida vaqtuluhum hatta la takuna fitnatun va yakuna dinu lillah degan mush oyatning o'zimi din deganning o'zi bu yerda adolatni ko'rsatadi. Ya'ni Allohning adolati tiklanganga qadar siz urush qilinglar. Ya'ni o'z vatninglarda boshqalarni qo'g'lab chiqarib, u yerda o'zingning Alloh taolo ko'rsatgan adolatni o'zingning vatniga o'zi tiklanib bo'g'ichi qadar sizlar o'zi urushni to'xtatmanglar, kurash qilinglar degan bo'ladi endi. Birinchi oyatning o'zida vaqatilu fi sabilillahillazina yuqatilunakum va la ta'tadu deganning o'zimi innalloha la yuhibbul mu'tadin degan oyatning o'zimi tajovuzchi qarshi urush qilinglar. Tajovuzchi qarshi urush qilinglar. Alloh taolo tajovuzchini yaxshi ko'rmaydi. Deganning o'zi bu nima bo'ldi desa, dushmanni Alloh taolo men mush oyatlar orqali aniq belgilab beryaptiki, zulm qiluvchi, tajovuz qiluvchi va boshqalarni yurtidan chiqarayotguchi bir guruhning o'zini Alloh taolo nima deydi desa, dushman. Mana buning qarshi kurash qilishinglar sizlarning gardininglik farz, sizning haqqinglar deb aytadi. Mushu yuqorqi oyatga asosan dushman faloni taraf deb maxsus bir tarafning o'zi dushman qilib belgilanib, abadiylik qarta bunda belgilanmaydi. Nima uchun degan vaqtida qachonki bir taraf yana bir tarafga, mayli qanday bir taraf bo'lishiga nazar, yana bir tarafga nohaq tajovuz qilsa, uning o'zi mayli o'zi qaysi din, qaysi mazhab, qaysi rangdagi insonlar bo'lishiga nazar, u o'zi dushman qilib belgilandi. Masalan, bir musulmon mamlakatiga ikkinchi bir musulmon mamlakati tajovuz qilgan bo'lsa, u tajovuz qiluvchi, u tajovuz qilinuvchiniki oldida dushman hisoblanadi. O mayli o'zi bir millat olsun yoki o'zi bir dindagi insonlar olsun, u hech qanday farq etmaydi. Chunki uniki haqqi, huquqi bo'lgan narsani tajovuz qilib, u yerga besib kirganligi, uniki o'zi dushmanlik qilganligini qarta to'liq o'zi isbot bo'ladi degan.
Endi bir devletning o'zida bir qancha e'tiqodda yashaydigan, bir qancha e'tiqoddagi insonlar yashaydigan ayndaq bir davlat bo'lsa, bir qancha rangdagi insonlar yashaydigan ayndaq bir davlat bo'lsa, bu vaqtda o rangdagi yoki ayrim e'tiqoddagi insonlar bir-biriga dushman hisoblanadi degan vaqtda dushman hisoblanmaydi. Bu yerda faqatla bir-biriga tajovuz qilgan bo'lsa, dushman hisoblanadi, bo'lmasa u yerdagi e'tiqod ularning o'zini dushman holatga hech qachon akammaydi. Yani bir davlatda her xil dinda, islom dinida musulmonlar, xristianlar, yahudilar, buddistlar olsun her xil dindagi insonlar yashagan bo'lsa, bu yerda bir-biriga inoq yashagan bo'lsa, lakum dinukum valiyadin degan oyatniki mazmuniga asosan va Sura Hujuratniki 11-oyatdagi la yaskhar qavmun an qavmin degan o'zi bir millat ikkinchi bir millatni masxar qilmasin va ayollarni masxar qilmasin, ularga laqam qo'ymasin. Eğer şundaq qilgan bo'lsa, tövbe qilsin. Eğer tövbe qilmasa, o o'ziga o'zi zulm qilishlardan bo'ladi degan oyatniki mazmuniga asosan, eğer ular bir-biriga undaq laqam qo'ymasdan shundaq inoq yashagan bo'lsa, u vaqtda hech bir zaman o'zi diniy e'tiqodning sababi, o'xshamagan diniy e'tiqodning sababi bilan yoki o'xshamagan rangning sababi bilan bir-biriga dushman hisoblanmaydi. Yine bir soraydigan sualım vardı. Siz tüketip bakandaki sorayım mı? Müşahit soruya soruslar. Bizden de adetli burundan taht başına ügünüp gelgen şu Allah'ın dinini yeryüzüde hakim mutlak kılış için şu boğucu bakan aralıkta kafir bilen cihat kıl, uruş kıl diyen mesele şu. Diyen ayetin bir de düşündürüldük. Benim adli kallam bilen oylayan vaktinde mesela Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhisselam aşında kılalıdı mı? Kıldı mı? Eğer aşı ayet ayında boğan olsa, ayında düşünülgen olsa Allah'ın Resulü nimüşün pütkül yeryüzüde İslam dinini hakim mutlak kılıp onun gün ketmedi. Uçakta peygamberlikten ya Resullükten elçilikten toluk ada kılanmagan bulamdı. Diyen bir sual kirdi değil mi? Magemle desem müşügemle kisip edip lan benim müşünda deydim hala değil misin? Bunu müşünda düşersek, müde düşünüvagan bolsak bu doğrulamdı bu. Hem de Kur'an-ı Kerim'de şu Sure Bekar'naki 193. ayetinde ve qatiluhum hatta la tekune fitnetun ve yekune dinu lillah diyen muş ayet qıqarta ula aşındaqı bir ma'ni ediyor. Hem bu ayetlik asli ma'nisi nima dese bu yerdeki qatiluhum degenin o'zi köreş qilish. Köreş qilish. Fitne qanmagan kadar, din Allah'ın boğan kadar köreş qilish. Bunun özü her türlü köreşni öz içine aldı. Çünkü bazı yerde ilmi köreşler oldu, bazı yerde tebliğ mesela kitap yazış arkalıqında köreş oldu. Bazı yerde tebliğ qilish arkalık köreş oldu, bazı yerde söhbetliş arkalık köreş oldu. Mesela düşünmeye düşündürüş arkalık köreş oldu. Ama bu yerde fakat karşı taraf, yani karşı taraf onunla hakkını yetkiziyotgan insanlarga karşı uruş kılış, yani uruş kılıp biz Kur'an'ı götürüp kelgen bolsa, onun karşı uruş kılış ki boludu. Ama uruş kılmagan, bu yerda bundaq dinni ne qilmoqli yoki tashviq qilmoqli degandek bundaq bir mazmunda gap qilish orqali so'z bilan chiroyliqcha qilgan bo'lsa, uningga undaq nima urush qilish ketmaydi. Uni boshqa bir usullarda qilishga bo'ldi. Ammo mush oyatni ular deydiki, butun dunyoda din Allohning bo'lgan qadar urush qilish kerak deb Qur'onlik urushni deydi. Bu cihat aslında Kur'an-ı Kerim'deki cihatın özü iki türlü bölündü. Birisi ilmi cihat, birisi Kur'anlık cihat oldu. Kur'anlık cihat iş kandak bir yol kanmağa vaxtıda, çare kanmağa vaxtı en ahırlık çare hesaplandı. Bu mesela başka özü yollarını tutuşka Allah Teala buyuruydu. Aslında birinci cihat neymi diye vaxtıda Peygamber Aleyhisselam Mekke'den Medine keyifçilik arlıkta 13 yıl jarayonda qilgan kurashning o'zi bu ilmiy jihat. Masalan, anın qaşığı verip
dinni tushundirish, ma'ni qilib berib, dinni tushundirish, tabliq qilish, jamoatni qilib berib o'zi haqiqatni yetkazish deganga o'xshash. Ama şu işinin hemmesi bu nima degan vaqtda bir cihat, ama bu ilmi cihat. Hozir mana o Avrupa'da bundaq cihatlar jiq. Mesela Hristiyanlığın özü her xil tildeki tilda İncilni bastırıp, andaki öy aşı koçum ayndaq meni jürüp, aşı missionerleri ayndaq kişilerge sen qasım millet, qas tildi sözleyse dep, hani onu çıraylık muamele qilib, men mani o'qib ko'rib baqqan. Belkim sen yaqtırıp kalışın mümkün degandekçi. Bundaq özü işleyip barıdı. İslam'ın yolu aslında benim muşundaq yol degan gap. Ama fakat bir guruh, yani çoğun bir guruhla ikkinchi bir guruhga hujum qilib, qurolliq hujum qilgan vaqtda, o vaqtda ularni to'sish, o musulmonlarning gardindagi o'zini qo'g'dash uchun qilayotgan ish bo'lgan ekan, o o'zining gardindagi o'zi bir vaziyat qatorida bo'ldi. Ama bütün dünyaya davamlı qurolliq urush qilma deyish, o butunlay xato narsa. Qur'onda undaq narsa yo'q. Bir yerdelik sizin demek şu oğulları cihat bilen bu jang, kurallık jangninki ikisinin farkı var demek şu değil mi? He, farkı var. Cihat, küreş kılış, katiluhum da bu jang kılış. Şunda ula bizgi. Bu katiluhum'un özü mü? Ben bu şeyde nemdeydi dese ve katiluhum hatta la tekune fitnetun ve yekune dinu lillah. Fe'inen tehav fela udvane illa ala zalimin degan bu ayetin özünde çıkıp durdu ki ularni öldürün degan gap çıkmaydiganligini bildirdi. Nima qilsa agar o'ltirvasa ularni fe'inen tehav degan o'zi agar ular qaytsa, ya'ni biz bo'ldi sizlar qarshi turmaymiz deb qarshi turishdan yansa ularga dushmanlik qilish yo'q degan o'zi o'ltirayotgan odam qanday o'lgan odam qanday bu qarshi turishdan yanidi misol. Demak, mushani o'zida qatilu deganning o'zi hamma yerda odam berib qilish yo'l beshini elanglar degan bo'lmaydi. Qatilu deganni ilmiy jihatning o'zini o'z ichiga oladi, qurolliq jihatning o'z ichiga oladi degan gap. Yani bu qarshi turish yoki bo'lmaydi. Yengilish bo'ladi hamda bu. He. Hamda yuqorqi oyatning mazmuniga asosan davlatniki do'sti yoki dushmani bo'lamdi, muqim bir dushmani bo'lamdi degan vaqtda davlatning hech bir zaman muqim do'sti yoki dushmani bo'lmaydi. Shu yuqorqi oyatga asosan kim tajovuz qilsa, davlatga qarag'an vaqtida, davlatga asoslangan vaqtda qaysi davlatga tajovuz qilsa, u dushman atildi. Ya'ni falon davlat muqim mening dushmanim deb u belgilanmaydi. Tajovuz qilgan hamon u dushman qatorida hisoblanadi degan. Yani şunun o'xshashlar davlatning o mangulik do'stim bo'lmaydi. Shu bir dushman degan uqumniki o'rni bekitilmaganligi uchun, ya'ni mandaq millat yoki mandaq e'tiqoddagi insonlar sizning dushmaningiz bo'ldi deb Alloh taolo belgilamaganligi uchun buningda o'zi davlatniki muqim do'st yoki dushmani bo'lmaydiganligi ashadin chiqadi. Ya'ni mangulik do'sti yoki mangulik dushmani bo'lmaydi. Bu yerda hozirgi vaqtda nima deydi desa, strategik o'rtaq demda? Strategik o'rtaq deydi, manfaatda bir o'rtaq bir yerga kirish. Ya'ni foyda manfaatni o'zini asos qilgan bir o'rtaqlikni asos qiladi degan gap ham nima davlat. Shuning uchun da Payg'ambar alayhisolamning zamonasida gerçi Payg'ambar alayhisolam o'chaqda bir davlat qurmagan bo'lsa-mu, oxirgi nishon shu cho'ngib mang'dirganligini Payg'ambar alayhisolam shu Qur'ondagi bir haqiqatning haq yo'lda ketayotganligi uchun bu haqiqat shu eng oxirida g'alaba qiladi deganga ishonch bo'lganligi uchun Payg'ambar alayhisolam muomilni ashdan qarta qilgan. Shu Makkadan ketgan bir qancha 300 deydi ba'zanlar 70-80 dan ashunda o'zi aniq men sonini qilsammi Habisistonga ketgan musulmonlar bor-ku yerda. Meni shu yerning o'zi nima deytsa, bu halqi do'st dushmanlikda foyda manfaat asos qilinganligi uchun u yerda xristianlar bo'lsa-mu, uningga musulmonlarning o'zini
yol qo'yib qo'ydi. Ashlarni qashib bassanglar, ular panolik oladi. Bo'lmasa, ular xristian shu vaqtning o'zida. Agar o'zi dinni hisob qilsa, ashlar bizni dushmanimiz deyish kerak aslida. Davlatchilikda faqatla davlatning muqimligi, manfaati va davom qilishi asos qilinadi. Shuning uchun nimada davlatniki o din millatni asos qilmaganligi uchun asos qilmaydi. Asos qilmaganligi uchun faqat manfaatni, davlatning muqimligini asos qilganligi uchun kim davlatga yoki qaysi davlat o yana bir davlatniki muqimlikqa tahdid solsa, o davlat uning o'zini dushman belgilaydi degan gap. Bizimizda masalan biz o'rgangan narsalarda mesela Yahudilar bizning mangulik dushmanimiz deb qarab oldi masalan-chu. Yoki xristianlar deydi. Yoki boshqa dindikilar. Bu ko'z qarash xato degan gap, shundaymi? Xato albatta. Bunga hozir shu nimada kelamiz. Bu yuqorqi 3 shartga asosan masalan dushman davlatniki muqim dushman olmaydi. Mesela davlat faqatla o'zining muqimligini, manfaatini va davom qilishini bu 3 narsani asos qilish orqali qarshi taraf bilan muomala qiladi. Muomala qilganligi uchun bu shu 3 shartning birsiga yoki 3 shartning uchinchisiga tushgan vaqtda o davlat shu manfaatni asos qilgan shart ostida o'ziniki diplomatik munosabatning o'zini davomlashtirib ketaveradi. Uningdagi yuqorqi degandek din, mazhab, rang hech bir zaman asos bo'lmaydi. Mushuning asosan yana shu yuqorqi masalan din asos qilinmaydi, mazhab asos qilinmaydi, rang asos qilinmaydi davlatchilikda degan mushuning asosan Uyg'urlar diniy qarindoshlik nuqtasini asos qilish xato. Misal hozirgi vaqtda nurg'un odamlar bizning qarindoshlarimizdan shu musulmon mamlakatlardan panoh tilab panoh tilab deymi, manfaat kutibchi. Mushlardan bizga manfaat keladi. Ko'k deb boshqa musulmon bo'lmagan mamlakatlarni tillaydigan bundaq holatmi texnikacha mavjud ba'zi odamlarda. Xaljiq odamda bor bu narsa. Bu Qur'on undaq ne qilmaydi? Uni asos qilmaydi. Chunki dinni davlatniki siyosiy ishlarga aralashishni to'sadi Qur'on. Ya'ni mana hech vaqtda nima deymiz uni? Siyosat dindan orib etilgan holatdagi bir davlatni asos qildi Qur'on. Loyiq davlat. Loyiq demdi uni? Turk tilida loyiq deydiki, endi bizda shu davlatniki siyosati din siyosatdan orib etilgan yana. Siyosat qilgan vaqtda ikkimiz musulmon andaq deganni o'tirib qo'yish orqali yoki men xristianga men musulmon tutsam, buni muomala qilsam qanday bo'ladi? Yoki men yahudiga men musulmon tutsam, buni bilan muomala qilsam qanday bo'ladi degan narsa asos qilinmaydi degan gap. Bu yer faqatla ikki davlatniki foyda manfaat asos qilindi degan gap. Yani dini devlet bo'lmaydi demekçi. Qur'on asosan hech bir zaman yani Qur'ondagi payg'ambarlarni o'tganda 4 payg'ambarni tilga olganman. Shu Yusuf alayhissalom, Davud alayhissalom, Sulaymon alayhissalom, payg'ambar alayhissalom misol. Bu 4 payg'ambarniki hech birisi qurgan davlatlar diniy davlat deb atalmagan. Yani islom davlati yoki degandek bir davlat nomida atalgan emas. Nima uchun degan vaqtda u territoriyaning ichida nurg'un dinga e'tiqod qilgan millatlar bor. Ammo ular hammasi davlatga bo'ysungan. Bo'ysungandan keyin uni o'ltirish, uning qarshi turish u davlatga bo'lmaydi. Xato bo'ldi degan. Shuning uchun u yerda hech bir payg'ambar bir dinning ustiga yoki bir dinning nomida davlat qurgan emas. Bu bir dinning nomida davlat qurishni ham Alloh taolo cheklaydi. Chunki Qur'oni Karimdagi shu
bir millet yani bir milletni masxara qilmasin. Hamma millet her bir insonniki, her bir milletniki yoki olmaydi. Milletning deb atsak to'g'ri bo'lmaydi, ammo her bir insonniki e'tiqodi o'ziga degan mushu nuqtani aytgan vaqtidami hech qanday bir davlat dinning nomida yoki o'zi bundaq qurilmaydi. Bundaq qurilishi xato degan gap. Ya'ni bizda islom davlati, shariat davlati, xalifalik degan nurg'un gaplar bor misolda. Bundaq bir nomni qurish butunlay xato degan gap. Yoki coğrafiyaning nomini atash, yoki shu yerda umumiy xalqning nomini atash bu o'zi to'g'ri bo'ldi degan gap. Bo'lmasa, dinning nomini atash, u yerdagi masalan bir millatning ichidami, hozirgi vaqtda deylik, Uyg'ur millatining ichida musulmonlar bor. Hozir mana o'tganda ko'rdik. Hozir dunyo xristian jamiyati, dunyo Uyg'ur xristian jamiyati degan jamiyatlar qurilibdi misol. Bunu qanchalik odam bo'lishini qat nazar bor degan gap Uyg'urlar orasida xristianlar. Yahudisin bo'lishi mumkin bu Qashqar tarafida Yahudlar bor deb ma'noman bir vaqtda-chi. Men bir Türk ağinamda şuda anlagan. O şu Türkiye milletlerinin işide şu Yahudilik dinini kabul kılanlar Uygurlar depçi. Buluşu mümkün. Lekin bizde mezhepler mi var? Misal Sunni mezhepler var, Şia mezhepler var. Hech qanday dinga e'tiqod qilmaydiganlar bo'lishi mumkin hozirgi vaqtda mana shu kommunistlarning besim bilan misol. Bundaq bir shart ostida dinni asos qilish orqali dinning ba'nosida boshqa bir o'zi islom dinida bo'lmaganlar qarshi kurash qilish, u yerda boshqalar u davlatniki bir butunlikka daxl yetkazmagan shart ostida uni qarshi turish, uni dushman sanash butunlay o'zi Qur'oni Karimdagi ko'rsatmasiga xilof degan gap. Hamma odam o'z diniga, hamma odamning diniy e'tiqodi o'ziga degan o'zi nim bilan Alloh taolaning ko'rsatmasi bilan yashash, ya'ni insonlarga eng to'g'risi bu shu degan gap. Mana shunga asosan hech qanday bir davlat dinning nomida qurilmaydi, qurilishga bo'lmaydi. Alloh taolo uni cheklagan bir ish. Mana yuqorqi shu oyatning mazmuniga asoslangan vaqtida Uyg'urlarga qaysi davlat yoki qaysi davlatning yoki qaysi millatning manfaat elishga to'g'ri kelsa, manfaat ola olsa, hozir vatanniki mustaqilligi, xalqimizning ozodligi uchun bu hech qanday o'zi Qur'oni Karimning cheklamasiga uchirmaydi degan gap. Mayli Amerikadan olsin, mayli Yevropadan olsin, Yevropaning xristianlardan olsin yoki Yahudilardan olsin, hozirgi ma'o nimada Angliyada bir xil millat borki, kalni xudo deydigancha. Hindistonlikning bog'i. Hindistonlikga shular. Shu ulumi yomon jiqqa bu yerda. Ana ashunga o'xshash shu Hindistonliklarma o'tgandalik ma'o nimada ma Sharqi London nima islom markazi degan bir cho'ng bir 10-15 ming odam namoz o'qigan bir cho'ng bir jami bor. Ash jamiga Uyg'urlarniki da'vatni anlatqili bo'lgan vaqtda o'tgan yil bo'ldimi? Mana shu millatmi kelib tashaga? Yahudlik keldi, xristianlik keldi, musulmonlik keldi. Ash kalaga e'tiqod qilganlar va buddistlar va ayna 8-10 nimaniki dinninki mas'ullardan, ya'ni imomlardan desak bo'ladi, kelib ashada Uyg'urlar qancha biz yordam qila olamiz, qanday yordamni qila olamiz, qo'limizdan nima keladi degan haqda ashada munozara qilishgan bo'ldi misolda. Hamda bayatın bir sil degan gapniki, masalan, Yahud Nasaralarni dushman tutish bizda nihoyat ig'ir. Hamda payg'ambarlar qanday ish yapgan degan vaqtda Qur'oni Karimda zikr qilingan 25 payg'ambarning tarixini, Qur'oni Karimdagi tarixni, ya'ni Qisasul Anbiyodagi tarix emas. Qisasul Anbiyodagi o Qur'oni Karimdagi tarixni aynan anlatmaydi. Nurg'un yerligi ashunda qilqi nurg'un narsani kirdirib o'tgan İsrailiyatlarni. Bu Qur'oni Karimdagi shu payg'ambarlarning voqealigini ko'rib chiqsa bo'ldi har bir odam. Ashunga asoslangan vaqtida hech bir payg'ambar
Yen bir peygambarniki düşmanını özünün düşmanı kılmagan, düşmanı sanamagan. Misal Musa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselamniki düşmanının özünü, aşı menin düşmanı, aşı bizning düşmanımız zat, o İbrahim bizning bovumuz olgandikan, aş İbrahimga düşmanlık qilgan odamlar bizning düşmanımız deb xalqni aş yo'qlan bir düşmanga, o'zini qashida bo'lmagan düşmanga kuch ko'rsatish orqali bundaq bir o'zi ma'naviy, ya'ni yoki undaq bir düşmanni o'zi yaratib bunaqa qilmagan. O'ziniki oldidiki, ya'ni İsrail avlodlarining oldida İsrail avlodlariga zulm qilayotgan Fir'ön'den ibaret, Fir'ön'ün ergeçkiçilerinden ibaret, aşı düşmanlarının özüne, benim muşu bizden düşmanımız. Dep özünü köz aldığı düşmanın özüne, Musa aleyhisselam ulağa düşman köz arkalık şuna karşı köreş kılar. İsa aleyhisselam mı özündeki etrafındaki düşmanlarının özüne özü düşmanla hesaplagan ve Musa aleyhisselam'daki zamanıdaki yani Musa aleyhisselam'a karşı tutan Fir'ön'ün ergeçkiçilerini muşu bizden düşmanımız dep onun karşı özü köreş kılışını milletke sözlep oltamagan. Xudu şuna okşaş Peygamber aleyhisselam'ı Mekke müşrikleri Medine kelgendeki Yahudiler ve bir kısım Hristiyanlar şu vakitte Peygamber aleyhisselam'a düşmanlık kılmak için Kur'an-ı Kerim'de Peygamber aleyhisselam'a asasen Mekke müşrikleri ve Yahud Nesaralar düşman halette aşındak özü bayan kılıngan. Bunun ne degen boldu dese her bir toplum özüge bevasıt düşmanlık kılıvatkan insanlarga karşı turuş. Kur'an-ı Kerim belgilegen bir belgeli mi degen gep. O Kur'an'ın ayetlerinde o Yahudiler, Nasaralar ayetler çıkan vaxtıda mı şu o bizge düşman bulduk Allah için mesela biz düşman bulduk Allah degen. Bizge düşmanlık kılganlar şu Elif Lam bilen ayrıydı o yerde. O inek kamçı o zaten ayetin burukku aldığını okusa zaten kaysi Yahudilarını kaysi Hristiyanlarını diğerleki çıkıp durdan bir yerde. Mesela şunun özü mü Musa Aleyhisselam'ın ismi çıkan yerdeki Yahudiler Musa Aleyhisselam'ın zamanındaki Yahudilarını gösterdi. Misal Beni İsrail'i gösterdi. Peygamber Aleyhisselam'ın ismi çıkan yerdeki Yahudiler Peygamber Aleyhisselam'ın zamanındaki Peygamber Aleyhisselam'ın düşmanlık kılıvatkan Yahudilarını gösterdi. Misal de hem de bu yerdeki şu noktanın etkisi vardı. Kur'an'ın düşmanı kim o diye vaxtda yani özümüzü tatbiqlaymiz, özümüzün milletiga, özümüzün düşmanı kimke bunun bu 25 peygamberliğindeki düşman karşı köreş kılış jarayonlarini biz özümüz tatbiqlagan vaxtda yani her bir peygamber özüge bevasıt düşmanlık kılgan düşmanını düşman dep sanap şunun karşı köreş kılgan eken. Xulasa bunun asasen bizge karşı bizniki yani biz qandaq adamni düşman tutamiz degan vaxtda bizmi özümüzge bevasıt düşmanlık kılgan, özümüzün vatanini besip algan, özümüzni vatanimizni qo'g'lab chiqargan, özümüzge zulm kılgan bevasıt düşmanimizning özüne düşman tutuş bu farz degan gap. Şart degan gap yani bir tarafdan bu. Yani bizni besip algan, bizni tajovuz kılgan, bizge zulm kılgan, bizni vatanimizni qo'g'lab chiqargan düşman kim şu vaqtda? Yahud Nasara mı? Yahud Nasara'nı biz eğer vatanda yaşasak hayatımızın ahirgisini kömeymiz misal. Eğer sayahat kip kalgan bir Yahud Nasara'nı körüp kalmasak vatanda o Yahud Nasara'nı kömeymiz. Yani bizniki bu yerdeki düşmanımız kim ki şu vaxtda Kur'an-ı Kerim'deki bu 25 peygamberniki düşman karşı köreş kılış jarayonunun özünü biz özümüz tatbiqlagan vaxtda bizge bevosita düşmanlık kılgan, bizni besip algan yani Xitoydan ibaret mana mushukan bizni düşmanimiz degan gap. Emdeleke biz Xitoyga karşı küreş kılsak millet çöp gitip cehennemge uçmay kirip gitmez. Eğer biz zimmen davası kılsak biz o yine benim bolup gitmez dep deydiganlık var. Bu çekmesmay degan gapda. Ya bular özünün hak hukukunu bilmegen insanlar. Bunu inşallah bir gün bir ders kılamiz hak hukuk meselesi üstüde. Şu hak hukuk meselesi üstüde kılgan vaxtda
özünün haqqı degan vaqtda faqatla o'zi so'zlash haqqi, tamoq yeyish haqqi emas. Hatto uningdan boshqa tuproq haqqidan tortib, hatto davlat haqqidan tortib nurg'ulg'an haqqi bor bu yerda. Siyosiy haq-huquq misolda o'shunda nurg'ulg'an haq-huquqlar bor. Tamam. Onu şu vaqtda so'zlaydi. Unda bo'lsa yeni bir savol bor menda kalam keldi. Vaziratul Huzra degan bir oyat bor. Har qanday bir ummatniki yoki burunqi ajdodlarininki gunohlari hozirgisiga yuklanmaydi, hozirgisi sular so'ramaydi deganga o'xshash-ku. Albatta. Wala taziru vaziratun wizra ukhra degan. He. Bu nima degan? Bu bayqi degan oyatlar mana shunga nima qildi? Qur'oni Karimda bir millatga yoki bir to'plamga muqim mana shundaq e'tiqoddagi, shundaq rangdagi insonlar sizning dushmaningiz bo'ladi deb belgilamagan. Mengülük düşman yok, mengülük düşman yok, mengülükçü dostum yok. Bir devletning mengülük dostum bo'lmaydi, mengülük düşmanı bo'lmaydi. Nima qildi degan vaqtda do'st deb Isolar yurgan bir davlat bir kunlarda dushmanlik qilib uni tajovuz qilib qolsa, u tajovuz qilgan kundan boshlab yo soatidan boshlablar u dushmanga aylandi. Elaki 3 prinsipga tushsa, değil mi? Üç prinsipini qasdi qilib tutsa, u dushman hisoblandi misolda. Tajovuz qilsin, tajovuz qilib kirib uni besib olsin, yoki bo'lmaydi, uning zulm qilsin, mush uch narsaniki birisi qilib tutsa, u o'zi dushman hisoblandi degan gap. Shuning uchun bu Uyg'urlar qanday qilish kerak degan vaqtda, dushman tanishga to'g'ri kelgan vaqtda o'ziga zulm qilgan insonlarning o'zini, zulm qilgan bir to'plamning o'zini, zulm qilgan bir davlatning o'zini o'zining dushmani deb bilishi lozim. Ya'ni Qur'oni Karimda Yahud Nasara degan so'z borki, undaq sharafsizlik bor, shu biz turgan yerdan bormi deb o'ylayman. Dunyo men anglagan buni o'z og'zida anglagan insonlar bor. Qur'oni Karimda Xitoy degan bir narsa yo'q. Yahud Nasara degan bor deb degan odamlar bor, misolda. Bu shu Qur'oni Karimdagi shu 25 payg'ambarniki jarayonlariga asosan dushman tutishning usuli mana shu. O'zingga bevosita qarshi turgan, o'zingga zulm qilgan, o'zingni azgan, o'zingni vatanidan chiqarib o'tgan, chiqishga majbur qilgan shu insonlarning o'zi nima desa, sizning dushmaning degan gap bo'ldi. Shu vaqtda bizning dushmanimiz aniq ekanki, bizning dushmanimiz Xitoy ekan. Uningdan boshqa hech qanday bir o'zi bir millat emasga degan gap bo'ldi. Bir yerde bir sual to'qoldi hozir. Undaqda tajovuzchi Xitoylarning keyingi avlodlari biz fursat topganda intiqom oladigan obyekt bo'lolmamdi deb so'rab bir savol tug'ilibdi. Buni qanday javob beradi? Bu bayqi degan so'zlari ashunga to'g'ri keldi. Wala taziru vaziratun wizra ukhra degan. Bizniki ajdodlarimiz xatolikni o'tkazib biz ma'kun qoldik. Agar biz g'alaba qilib Xitoyni yengib biz davlatimizni qursak, undan keyin biz u baljoqni intiqom olamiz, baljoqni o'ltiramiz deyishning o'zi bu bir xato narsa. Dushmanni qilganni biz qilgan bo'lamiz. Yine zulm qilgan. Dushmanni qilganni biz qilgan bo'lamiz vaqtda dushmanni hech qanday farqimiz qolmaydi. Bu misol Payg'ambar alayhisalom zamonasida Payg'ambar alayhisalom Makkadan chiqarib o'tgan, Makkada qolib qolgan musulmonlarni misol shu Makkadagi musulmonlarni o'ltirgan Makka mushriklarcha bunday bir voqelik bo'lgan-ku. Uningdagi Payg'ambar alayhisalom o'zi Makkadagi musulmonlarni o'ltirib aram bermagandan keyin Payg'ambar alayhisalom bir qismini Habistonga hijrat qilishga buyurgan, bir qismi Madinaga ketgan, Payg'ambar alayhisalom keyin Madinaga ketgan. Madinada qaytib kelgandan keyin shu 10 ming odam bilan shu Makkani ishg'ol qilgan vaqtda 10 ming odam bilan kelgan Payg'ambar alayhisalom shu 10 ming odam bilan Makkaliklardan intiqom olish, ashlarning o'zini qirib tashlash Payg'ambar alayhisalomning shu vaqtda qo'ldan keladi ekanmanda. Kelitdi. Kelitdi. U burunqi dushmanlik u yer tugidi. Tugandan keyin sen uni qoidadan qo'zg'ab, u yerda qatl am qilsang, sen u dushmanning qilgan bo'lding degan gap. Buni aqli va davlatlarning hammasi qiliq. Masalan, 2-Dünya urushi vaqtida 2-Dünya urushida Germaniya bütün Yevropaga bomba tashlab, 20 milliondek odamni o'ldirib o'tdi-ku. Keyin urush to'xtadi. To'xtagandan keyin
Derhal lekin 10-20 yıl içinde Avrupa İttifakı'nı kurup, yani qaytadan. O aş burunqlarınki hatalığı. Şu vaqtda hukuk tutgan, şu vaqtdaki insanların hatalığı, o şular bile ketdi. Hem de biz, yeniden özü, bu neminin özünü birlik nem qilib, biz taraq qilishimiz lazım, deb bu yerda yana işinin özünü yeniden başlaydı. Yani bu nemini bildirdi dese, Peygamber Aleyhisselam'daki bütün peygamberlerinki tutkan yolları nemini bildirdi dese, her zamanda şu zamana layık iş qilish kerak. Zamanı ötüp ketken işinin özünü tegeş arqılıq, o konu hamanı soruş arqılıq, konu adavatını qozgab, o yerda jedel qilish, o hata işleyen gap. Yine bizim intikam doğruluk ayet bağlam onu da bu şu intikam doğruluk ayet sılını bir adam kilip bir adam ki bunun kulaklarını kesip etken bolsa sılı berip onun da kulağını kesip Allah. Sılı kılla onu. Hakimiyet açta hüküm çıkardı sılı kesila onu. Ya hakimiyet kesildi. Şu nek meydanda o sılı kulağını kesken adam var o yerde. Nek meydanda şu vaktin özüyle o aş vaktli besikit diyen gap. Ama sılının kulaklarını bir adam kesip atkan bolsa sılının balları berip onun balısının kulağını kesip etiş bu hata diyen gap. O günah sılının kulağını kesken adam da onun balısı günah yok. Onun için bizim vatan özü müstakil, biz vatanı müstakil kılgandan keyin etrafımızda yani özümüz gitsin olumuz. Elki bizniki bir atbabımızdaki bir nemisi var o, bir makal temsili var o. Özellikle pişik ol, hoşlanı oğur tutma deydi o. Aşınlık okşaş, biz özümüzge pişik olumuz. Düşmanlar bizge öz karşı tarafta hücum kılıp bizni mağlup qilishi mumkin. Her tarafdan özü puxtu qilishimiz lazım. Ondan keyin özü etrafımızdaki qulumlar bilan hech birisini ya dost ya düşman hesa olmay turib düşman ne qilamiz ama dost ya düşman hesa olmay o'rtaqlik, strategik o'rtaq ya qo'shnidoshlik degandek bunday munosabat bilan ular tijorat qildigan har xil ishlar bo'libdi. Misol. Yeni bir sual tug'ilibdi hocam. Ondaqda bugünkü tecavüz Xitayla qılğılıqni taza qilib elib, ecil bilan qutula alamdı depdi. Men bilan? Ecili bilan. Qutula alamdı depdi de, ecili bilan. Ecili bilan degende ne yapab? Endi qılğılıqni taza qilib elib, ecel kelib ilep ketken bolsa yoki şunularla tügendi o iş. Onu qaytib sotqa tartib adalet ortaga chiqmamdı. Demek çok şey. Elbette, hazırki vaqtida ölüp ketken adam kimi sotlap, onu mangolik, onu ki nemisini qildigan ishlar bor. Va lekin onun intiqomini olamagan bizda bo'lgandan keyin gunoh bizda bo'ladi. Bu vaqtida. Bizga o zulmni qilgan vaqtning o'zida biz intiqomni olishga tirishishimiz lazım. Biz tirishmay, andiki o intiqom olish sharoitini o'zimiz yaratmay, o düşmanning o'zi intiqom olishdan burun ölüp ketsa, hem de sen ölüp kettin, senin ballarını kırışımız lazım. Diş, o doğru gelmeyen neresi diyen gibi. Adalet diyen bir neresi var yerde. Ustazlar ondaqda hazırki Xitayla tecavüzçülükü besip algan Xitay biz emas. Onu burunqı tecavüz qıptı biz hazır yeni evlat, onun konu yıksap tügüde. Biz hazır aklımızı tapkan yağı bu bizning bahçımızıydı. Dep bizning vatanını besip algan bulup davazı tutulamdı ondaqda. Ha ya, biz bayatın nemde vatımız tecavüzçü düşman hesaplarında dedik o. Çünkü o Xitay bizning vatanimizdan ta ki çık ketmegen kadar o tecavüzçü bolup turuverdi o yerde. Çünkü Xitay'ın tupurg emas o. Biz devletçilik degen bapning özüdür nemde to'xtasa, xalq degen yerli xalq degenin o'zi, aşağı yerli xalq degen mavzuda so'zildi. Yerli xalq uzun yıldan birisi, yani 100 yıl, 1000 yıllardan birisi aşağı birga yaşap kelgan bir xalq var hamda. Aş xalqniki ortak menfaat üstü kurulduğun nes devlet. Hem de şu yanın özüne başka bir insanlar hiçbir zaman egdaçılık kılmadan başka bir insanlar, başka bir milletki besivasa o ne oldu dese, o tecavüzcü oldu, o düşman oldu diyen gep. Onu biz qoğlap çıkarış, bizim vaziyetimiz diyen gep. Tamam da bizden ecdatlarımız qoğlap çıkaramaptı o. Yani bir kança ecdat ötep ketip kaptı o. Hesap ötep ketdi, konurap ketdi, konus tügüdü.
Çünkü ölüp gitti. O kılgana öz vaqtida qilib bo'libdi. Bizga bu ham miras qoldi ota-onamdan. Degan şekilde bunda buniki biraz kalanmaydı o. Atanisi gitmez ki o. Buniki nemisi faqatla ibrat elish. Qur'oni Karimdagi bizga bergan darsi ibrat elish. Bu ibrat elish nima degan vaqtda ota-bobamiz shu xatolik qilib vatanni qo'ldan berib qo'yibdi. O Xitoylik bizni besib o'tdi. Endi biz shu besib olgan yo'lni uning qo'ymaslik lozim. İbret elish shunday bo'lgan narsa. Bilimdan mı taraqqib ketdi-ku hamda. Bu yerda genini nima qilsa, nereden kelganligi chiqib turdi-ku, masalan, uning shu qazi yurtda adam ekanligi hammasi bilinib turdi shu. Ilimdan taraqqib qildi. Ularninki nereden kelganligi, kimning ajdod avlod ekanligi uni tekshirib tadqiq qilmoq tez emas shu. Onlar özünün vicdanını koymaydı bununla. Siz birader bu gap undaqda adır ilim ben taraqqi qilib bu natija chiqdi da, ammo Qur'on Karimdagi 1400 yilga kelgan buyruqqa asosan da'vatimizga uchoq yo'qdi bu, uchoq bilmaydi buni. Ammo hukm shu chaqdimi bog'i qo'ydi. O hüküm özgürlemeydi ki. Şunu 3 tane prensibi dep koydu Allah subhanahu teala geldi. Şunba bayartan gapni biraz aklımızga başka bir narsa keldi. Ya tamam. Çünkü tamam bu bizdeki halkı yüzümüzün nefsi derse, yüzümüzün nefsi derse. Bu kim deydigan bir gap var, kim degan halkı adavet. Gına adavet. Adavet. O halkı adavet degani hamda Aştaki atbovisi, nechinchi atbovisi bizga mundaq qilgan deb Turkiya tashlab bir ish bor ekan. Atisi bir adam birisini o'ltirib olsa, uning bolasi qo'yib, uni bolasini o'ltirib o'tirganlarmi ya? Qon davosi deydi buni. Qon davosi deydi. Qon davosi deydi. Bu o'zi buni hech bir zaman islom dini qo'llamaydi. Agar o'zim men bir odamni o'ltirib o'tgan bo'lsam, meni o'ltirib o'tish kerak bu yerda. Qonun bo'yicha o'ltirgan odamni o'ltirish kerak. Ammo men birisini o'ltirib o'tsam, mening bolamni o'ltirib o'tish bu butunlay o'zi xato degan gap bu. Qur'oni Karim undaq narsaga yo'l qo'ymaydi. Ammo bayatınqı hukm bo'yicha endi burunqining qilgan jinoyati shu vatandan besilishi. Hozir Xitoylarning emas endi bu. Unda bo'lgandan keyin u burunqisini hisobni o'zvaqtida ololmabsa, mana vaqt o'tib ketganda turasiz shu. Qur'on asosan. Ya o sizniki deyotganligi ma gaplarga to'g'ri kelmaydi. Nima degan vaqtda burunqi mavzuni zamonida besibdi, uning oldiki zamonda besibdi deydi. Lekin o besib olgandan keyin ma keyingi avlodlari atbobimiz besibdi, bo'ldi, endi biz ketay deb ketgan yeri yo'q. Ular besib yetiqliq. Ular shu tajovuzchi holatda yetiqliq hozirgi vaqtda. Muşularning o'zini qo'g'lab chiqarsaqlar, o bo'ldi degan gap bu. Bular hozirgi bizni vatanni besayotganlar hammasi tajovuzchi bu. Shunday bo'ldi. Tajovuzchining 5 besib olgan bo'lgan bilan hozirgi mushu besib yotgan Xitoyning hammasi, ya'ni o'xshash tajovuzchi bu. Ammo bularning hammasi qo'g'lab chiqargandan keyin sizni ota-bobong o'zi burun bizga tajovuz qilib, bunday kirib bizniki ajdodlarimizni o'ltiribdiki, oqitib deb uniki baljaqni berib, o o'zining vataniga berib, uni o'ltirish bu to'g'ri emas degan gap. Qur'on bunday narsaga yo'l qo'ymaydi. Endi bizniki hozirgi nimada Uyg'urlar butun Xitoyni o'ltirmasdan dard chiqmag'ay bo'lib ketdi-ku. Uning uchun halqi adovat ashaga apirgan gap. Va lekin Qur'oni Karim desa, sana kim tajovuz qilsa, kim o'zi hujum qilgan bo'lsa, shuning qarshi qilsa deydi uni. Buning uchun o'zi mayli mavzuning zamonida bo'lsin, mayli halqi neminiki Sunjonsan zamonasidan boshlab o'zi bizni besib olgan bo'lsin, u besib olgan vaqtniki o'zi qasi yiliga to'g'ri kelishga qat'iy nazar, uni oxir chiqarayotgan vaqtga hisoblaymiz. Chiqarayotgandan keyin, undan keyingi inson nemilar, bizning tuprog'imizda oq-ko'k desa, uning qarshi urush qilamiz. Va lekin endi bo'ldi, biz xo'shlik o'taveramiz, tijorat qilamiz, oq-ko'k desa, o tijorat qilgan gap shuni olana. Şu ikamet deb turdigan gap. Şu chaqda belgilaydi da şu davlat. Tamning ma adolat temisi qilaqdir, ma mazmunlar bizga singdirmigimiz bek tashkil o'tadi. Endi u tashkilda ham ma o halqi dedim men bayatım birisi ichimizda shu adovat, o'ch adovat ayndaq nima ketgan bo'lg'ashqa
Xitoyning hozir qilayotgan dard alamlari ichimizdan o'tib qilib ketgan bo'lg'achqa biz ashundoq deymiz. Lekin vaqt kelgan chog'da vatanimizni mustaqil qilib bo'lgandan keyin darhol berib Xitoyning o'ldirib berib o'zi urush qilmaymiz yana. Unimi o'zi biz nazarni saqit qilmasligimiz lozim. Şoňalky özümizniki bir äptik qarap, özümüz juwaqda bir iş qilamamdyk. Unumy bilişimiz lazım. Amma qılgan taqdirde adalet to'g'ri kelmas. Mana hozir Rusiyani ko'ryapmiz go. Aş meni tupurgymdy dep besewde bütün dunyony qarşı turup, hozir Rusiyan biyak bady. Xuddi şunu qoşup beş. Misal, bir ýani besewmakmy oňay emas. Herhalde müşrit bu ecdatlığı saat ve ata-anasının günahını balısı üstüge almaydıqanlık mezmunundan ma tajavuzçılığın ki vatanımızı işgal kılıvagandan kiyinki ecdatlarının bizden bolgan münasebet hakkındaki meseleге nispeten yana bir sen inçki bir to'xtab tiyişlikdek tuyuldu ama. Onu şu vaqt kelgan chaqda deyishimizda bu hozir silniki kallardagi narsani men tushunayapman. Bu yerlik narsa nima degan vaqtda bizni masalan ota-bobollari 49-yildan boshlab kelib bizni vatanni besib oldi deydi. Hozirgi avlodlarchi bularni o'zini tajovuz demamdik degan so'z bu xato bir savol. Nima uchun degan vaqtda hozir ashlar bizni vatanga kelib, vatanda o'zi butun huquqni tutib, ashlar zodi bizniki ashadagi qarindoshlarimiz zulm qilyapti-ku, tajovuzchi bular hammasi. Mayli shu kichikimta cho'ng'ich hammasi tajovuzchi. Bularni qo'g'lab chiqirib bo'lgandan keyin undan keyin kelishim qaytib bo'ladi. Shuni ola o'zi hech bir zaman tajovuz qilmagan bizniki o'zi davlatimiz e'tirof qildigan shunday bir shart hamma narsa to'liq joyida bo'lgandan keyin undan keyin qayt tajovuzsa uni tajovuz deymiz. Bo'lmasa uning o'zi vatanga ketgan yoki bo'lmaydi. Keyin tug'ilgan o biz vatanni mustaqil qilib bo'lgandan keyin o'z yurtida tug'ilgan o Xitoyning o'zini biz tajovuzchi deb, tajovuzchining bolalari deb buni o'ziga o'ch adovat saqlash to'g'ri narsa emas. Ammo bu yerdagi narsa nima desa, faqatla u tajovuzchi bo'lganligi uchun, burun bizni vatanni besib olganligi uchun davomli undan zodi hezi bo'lamiz. O'shgo'li yana bizniki vatanga kelish mumkin deb davomli biz hezi bo'lamiz undan. Ehtiyot qilamiz. Ammo tapqanli yerda qo'g'lab yurib, chatoq pichoqni ko'tarib o'tirib yurishni hojati yo'q degan gap. Ustoz, bugun meni soat 72 minut o'tdi program boshlanganimi? Yana qo'shimcha qiladigan mazmunlar bormi? Va oxirgi savolni so'rab. Yo'q, oxirisi tugmadi. Ma'u hamda Ustoz Abdurahman va tamamı ma'u intiqom ololmasak günah o'zimizda bo'lamdi. Albatta o'zimizda bo'ldi. Qiyomat kuni bo'lsa Alloh etbermemdi. Yo'q, bu Alloh qo'yib qo'yish ayrim narsa. Alloh faqatla o intiqalqi tajovuzniki tajovuz qilg'ini qarta jazolaydi. Ammo bizni anda bizga zulm qilgan qarta biz undan intiqom olishimiz kerak. Bizning haqqimiz o. Shu haqqini ol deydi-da, lekin zulm Onun için dünyada sizlarga tajovuz qilganlarga sizlarga qarshi tajovuz nima urush qilinglar deydi Alloh taolo. Bunun o'zi nima ish qilsa, qiyomat kuni men berma bo'ldi, uxlab yot demadi Alloh Qur'onda. Shu biz Allohga atib qo'yib, hamma ishni shu. Alloh epirdi, Alloh jazolab qo'ydi debla shu Allohga atib qo'yganligi biz shunlam. Xuddi hozirgi sun'iy aql chiqdi-ku. Bana manda to'g'rilik bir maqola yozib berdi-ku. Şuna o'xshash hamda Alloh nima biz ish qilamiz-da hamda shu. Halbuki Alloh bizga bermadi deydi. O'zing ol degdi. Ya qiyomat kuni bendining haqqini bendining etberdiganlik jumlasiga kirmabdi. O qiyomatdan kelib bo'lganmi shu? O chaqda adolat, o chaqda Alloh subhanahu taolo o'zi qiyomat kunsi qaraslar o sizlar haqqinlarni elishga harakat qilmagan bir odamning qanday haqqini etberdi Alloh taolo edi? Belki mette biz cezalanışımız mümkün. Sen üzerine hakkını tuğlamışsın. Cezalanışımız mümkün. Bu yerdeki Kur'an'daki en çok nokta neyme diye vakıda? Bir zalim karta mesela Xitaylar bizge zulüm kılıvatdı o. Onun zulmünü kubul kılış. Zulümü teslim buluş bu en çok zulüm bu. Özümüzge Kur'an'da nurgiyedi var. Bunlar öz zulüm kılan adamla diyen ayetli var o.
Bu ayet nemini bildirdi dese, bir zalim karşı köreş kılmagan insanlar, özüge öz zulüm kılgan insanlar diyen gep. Onun için biz kolumuzda keldigan her kandak bir işin özünü misal, mayli kandak bir şekilde oluşuna qat'i nazar şaraitimiz qarta, düşmanımız karşı körüşümüzün özünü her şekilde, her xil şekilde hep beriş bu vazife kendimizdeki bir perz. Biz moşu kolumuzda kelgen moşu kılmasak, o vakit din boldu dese, Allah'ın aldığı sen benim hakkımda yapma desek, onu nemdeydi o vakıda? Mesela sınık aldılar ki bir adam hiç kandak iş kılmay turup bana anın hakkımda yapma dese sınım deyli şu vakıda. En addesi. Bana bak komşu deyimiz onu. Setke kumuslar. Bu Topbaş kuruluşlardan birisinden bir gepi takip ediyordu. O adam özüne şu Uygurlarınki müneccimi dep davransalığa adamdan birisi depti mi avazda? Uygurlar yo'qolib ketishga mahkum millat, bunun biz razı olmasak kafir olamayız. Degan şekilde degan gapdi hamda. Hadisini deydi ki, bunun biz tirishmasak günahkor olamiz deb tushuntiryaptilar. Elbette o tirishmasak günahkor olamiz emas. Tirishib o'zimizni qutqazmasak yo'q, qutqazishga mangmasak, Alloh taolo buyruqni ijro qilmagan bo'lamiz. Allah'ın buyruğunu icra kılmagan iblis Allah Teala dem dedi. Kafir dedi, şundaq mı ya? Allah'ın buyruğunu icra kılmagan adam mı kafir oldu bu ya? Onun özü teslim olmasak kafir olmamız deyipti o. Kafir olmagan adam oxşaydı o. Hatta manda oylaydık adamdan bakıyorum. Mesela Allah Subhanahu Teala özü en yaxşı görgen insanını en eğer kıyınçlıklar bilen, müşkülatlar bilen aşında imtihan kıldı iken, aşında biz Uygurlar dünyanın en takva insanları hem şu milleti yaman takva olgaçka bizge şu Allah Subhanahu Teala Xitayni bizge müşunda zulüm, Xitay bilen bizi sınav atıdı o. Bizde mında teskin kılıdıgan, bizde aldaydıgan adam var. Bu asli bir söhbet oldu bu şu. İmtihan degan mavzuda bir suhbat bo'lish kerak bu. Ma'qul shucha to'xtaydi. Shu vaqt to'xtaydi. Hozir meniki oxirsini bir chiqarib o'tayman-chi. Ma'qul. Mushu yuqorqi oyatning mazmuniga asosan va 25 payg'ambarniki dushmanga qandaq taqobil turish, ya'ni dushman tutish, ya'ni o'zining dushmanini belgilash usuliga asosan Uyg'urlarning dushmani kimga degan vaqtda biz bayatni deb o'tgandek bizning Xitoydan boshqa hech qanaqa dushmanimiz yo'q-ki. Hamda bizniki nurg'unlagan qarindoshlarimiz misolda o'sha Janubiy Osiyo orqali dushman izlab, O'rta Sharqqa kelishlik misol. O'rta Sharqqa kelib, minglagan, 10 minglagan Uyg'urlarimiz Allohu akbar deb turib, Allohu akbar deyotgan insonlarni o'ltirib o'lib ketishlik misolda. Dushman shunchalar ochiq, oshkora özümüzni qırıvatqan, öldürüvatqan, yerimizni besavagan, bar narsimizni tatıvagan, mushundaq düşman turuqliqon, düşman izlab 10 ming kilometrlab jiroq yer kelib, aşağıdan düşman izlaydigan mundaq bir ishlar bo'ldi misol. Mana mushuni o'zi nihoyat xato bir ish bo'ldi degan gap. Mushuning hammasiga sabab bo'lgan narsa nima degan vaqtda hammasiga sabab bo'lgan narsa bu rivayetçi, o'zi diniy sohadagi rivayetchilarniki nimasiga asosan Arabning dushmanini dushman tutish. Arabning dushmani kim bo'lsa, uning o'zini bizning dushmanimiz qilib olish. Mushu o'zi nimaga asosan ular aşağı kelib Yahud Nasara qarshi kurash qilish ba'nosida kelib o'lib ketdi. Men mushu o'zi nima degan vaqtda bu dushmanni to'g'ri tanimganlik degan gap. O Yahudi Nasara mende turup tutsun. Onlardan bekrak düşman Şia deydi şu. Bizge o Şia hiç nem kıymeti, İran hiç nem kıymeti bizge. Misal o Araplar hiç qanday işimiz yok. Yahud Nasara hiç qanday işimiz yok bizniki. Bizning işimiz zat faqat Xitoy bilan. Başqa hiç qanday bir millatla işimiz yok bizniki. Unda qo'ygandan keyin biz boshqa yerdan dushman izlashimiz va o'sha diniy sohadagi insonlarning o'zimi boshqa yerdan dushman izlashga tashviq qilish butunlay Xitoyning ishi degan gap bu. Hatta bizga bu Şialar İranlıklar deydi mesela Parisler. Hatta bizim İslamlaşışımızga, şuda mı ya?
Türklerninki Müslüman buluşuğa vesile olan insanlar öz vaxtıdır şu mesela şu. He. Ulaşkı bizim namaz deyimiz, düşenme, peşembe deyimiz, nurgun nesimiz Parisçe mesela şu. Hatta Doğru. biz din okuyumuzda Arap'ın gramatikçiliği Parisçe kitaplarını okumuşmuşuz hem şu. Özürü billah. Elbette, ben okuyan şunu. Bedan es'edekallahu fid darayni kelimat Arap degan aşınınız hemisi şu Parisçe başı. Şu altıda hadis kitap nezip belgeleme hemisi şu Paris, hemisi şu İranlık, hemisi şu nemelik edemler hem de şu. Dedi ularning kim İslam dünyasına körsatgan ta'siri bek cho'ng hamda mayli salbiy mayli ijobiy jihatlardan bo'lsin. Onu biz itiraf qilmay turolmaymiz ham shu. Hamda kelib biz anam ko'rmagan, dadam ko'rmagan, biz bilan hech qanday bir dushmanlik, adovat yo'q. Bir odamni kelib hamda shu bu Yahudi, Nasaralar, hozirgi darsda ularni dushman demaymiz dedik. Aqllimizda hamda ularni bakroq vahshiy dushman Şia dep hatta şu Şia'ya karşı düşmanlıkını tergip kılalım. Net kitap yazganlama hatta şu Şia'lar bizim düşmanımızda halkını şununla güçlendirilgen şu. Bunun da Kur'an'ı yaxşı bilmegenlikimiz, yaxşı düşündümegenlikimiz, şu rivayetteki patkallıkımız, Araplardan Parislerin, İran'ın oturuştaki siyasi küreçlerge biz yerde cenimizi pida kılışımız nimesi var mı şu? Şu bizde itiqat cihattin bizge okşmaydigan insanı düşman tutuş bizde adetga aylanganda. Onun için bu bizge mesela itiqat cihatda okşmaydigan Yahudi, Nasaralar, Buddistlarning özüne düşmandek qaraydi. Ama bu hata bir narsa. Sana düşmanlık kılsa o düşman. Eğer düşmanlık kılmasa onun hiç kadar düşmanlık yok. Bizge tariximiz boyunca bir Yahud Nasara kip bizim vatanımız besavaga yeri yok. Misal. Bu garip devletler hiç kadar besavaga yeri yok. O Şia yana İran kipmi bizim vatanımız besavaga hiç kadar bir yeri yok. Onun için biz nima degan vaqtda bizning vatanimizni kim besavagan bo'lsa, kim tajovuz kirgan bo'lsa, o bizning dushmanimiz. Yani Arapning dushmanlarini bizning dushmanimiz tutish yoki boshqa bir musulmonning dushmanini bizning dushmanimiz tutish xato. Arapning dushmani masalan İsrailni Arap dushman tutgan bo'lsa, o Arapning dushmani. Bizning dushmanimiz emas o. Misal. Onun için biz başka bir musulmonning dushmanini o'zini biz o'zimizning dushmani qilib olish bu xato bir narsa degan gap. Hozirgi vaziyatning o'zida odatda Turkiyada Falastinga yonvesib namoyish chiqsa turklar, Uyg'urlar shuning qarta yonvesib ashunday namoyish chiqdi misol. Sen agar vatan uchun kurash qilmoqchi bo'lsang, u turklarning dushmani. Düşman bo'lsa. Sen nimada bunun qarshi undaq faoliyatga qatnashsan misol? Sen o'zingni bilishing kerak, o'zingni dushmanni to'g'ri tanishing kerak. Onun uchun sen butun dunyodagi musulmonning dushmanini o'zing dushman qilib olish san xato. Har bir musulmon to'plum o'zining dushmaniga o'z javob beradi. Bizmi o'zimizning dushmaniga o'zimiz javob qaytarishimiz lozim. Shu vaqtda o'zimizning dushmanni to'g'ri tanishimiz lozim deganga. Shuning uchun shu bunu deyishdim ama şu 8-10 yıldan 15-20 yıl bo'lib ketib turibdi. Şu 2010'ning oldida bo'layotgan ishlar bu. 15 yılning oldidan tortib şu vatanning sirtidan qilib, shunday qilayotgan inson bizning qarindoshlarimiz bor. Ashlarning o'zimi vatan millat demaymiz deb, bütün o'z musulmonlarning dushmani, musulmonlarniki tuproqlarda şu boshqa bir insonlarning o'zini dushman tutib, mana yurgan insonlar bor Uyg'urlarning ichida. Bu nəhayət xatalaşqan insanlar bular. Biz Uyğur millətiniki, Şərq Türkistan xalqıniki düşməni heç qandaq başqa düşmən yox. O Yahud Nasaralıq deyən Nasara, o dini sahəlik bir nəsə, o özüniki nemisi bizning düşmənimiz emas olar. Amma bizning düşmənimiz bay deyinkidək, yəni Xitaydan ibarət deyin gap. Şunun üçün qarindoshlar düşməni to'g'ri tanish kerak, düşmənə to'g'ri muomala qilishni bilish kerak. O'zimiz düşmən bo'lmagan insonlardan özümüz to'g'ri foydalana oladigan, vatan millatning manfaati uchun o'zi to'g'ri o'zi muomala qila oladigan holatda bo'lishimiz lozim. O'zimizning diniy e'tiqodiga, mazhabiga o'xshamagan insonlarning hammasini o'zimizga dushman deb sanash, bu o'zimizniki eng ahmoq saranlig'iniki bir ifodasi misol. Buning uchun bundaq ishlarga diqqat qilaylik. Barliq qarindoshlarga salom.
Yani düşmanımızı doğrultunayla düşmanımızgimi adil muamele kılayla demek şu gözle. Bana maşallah. Rahmet Allah razı olsun. Kadirlik Kur'an'da Nazari programısınınki izleyicileri bugünkü 13. san programımızda Kur'an'a asasen Kur'an'a göre düşmanını doğru tutunuş degan mezmun beşede tükügen buldu. İnşallah 14. san programımızda yine şu okşaş saatte İstanbul vakti 9:20 London vakti 7:20 görüşke nisip kısım Allah'ın özgü amanet olanla Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Özlerime rahmet ustaz. Allah'ın özgü amanet. Yaxşı oldu, Allah razı olsun.